أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Savaqdaşlar, bugün dersimizden Kitabul İman degan bu temidagi 11. hadisni tushuntirib o'tmoqchi. Darsga diqqat qilib turasizlar. Al-Hadi Ashar 11. dars demoqchi. أن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تودأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينصر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. Abi Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Sizlarning biringlar tahorat olgan chaqida Rasululloh bu tahorat haqida to'xtalmoqchi azal. Chunki buning Kitobul Imonga munosabatligi pokizlik iymonning talabi va pokizlik iymonning bir xislatlari. Peygamber aleyhissalatu vesselam fakizlik haqida bek ko'p tavsiyalar qilgan. Fakizlik iymonning yerimi degan, fakizlikni Alloh taolo yaxshi ko'radi degan, musulmon ishki jihatdan mayli tasavvuri, e'tiqodi, adab, axloqi har bir ish harakati fakiza bo'ladi. Fakizlik ustida qo'yiladi. Yotgan yeri, o'ltirgan uyi, kiygan kiyimi, yegan tamoqi, qilgan so'zi, elib borgan ish harakati hammasi pokizlik va samimiyat ustiga quriladi. Mana bu nuqtadan bu hadis Kitobul Imonning qatoridan chizilgan. Shuning uchun Rasululloh bu yerda deydi, sizlarning biringlar tahorat olsa, buniga falyaj'al fi anfihi degan ma bu yerda nimani hazb qildi? Suni ma degan kalimani buniga su qilsin, su olsin. Sümmel yansur bulugusunu eli abdan qilib iççigi bir tatib şu bunun töge bağandın kin çaşsın yani iqtmisin sümmel yansur degen iqtma astağına çuquğanlıqın iqtkidir da yana şu besim bilen şiddet bilen sunu çeçilgudak etrafıga çaşsın. Bu bir hadis. Demek ki bu yerde burun çang tuzdan kiradigan, axlat kiradigan va ba'zi mikrob kiradigan bo'g'achqa bu inson tashqi a'zolarini paklab, ammo badanning ichidagi ma'lum a'zolarga, ya'ni quloqning keyni degandek, quloqning ichi degandek, yo ko'zning jirig'lari degandek, burunning ichi, egizning ichi degandek, yo qo'ltiq degandek ba'zan a'zolar bor. Masalan, bu a'zolarni paklashda unda diqqatsizlik qilmasin. Alohida pokizlikning har yerlarigachilik, har taraflarigachilik, ujur, bujurgachilik pokizlik qilish haqida summal yansur degan. Va min istajmar degan tosh bilan istinjo qilsa, burunqi zamonlarda hammalarga ma'lum, u istinjo qilish uchun yo chalmi bilan qiladigan gap. Chalmi qanday yerda? Yezilarda, to'pi bor yerda. Tog'da yashayotganlar nima bilan qiladi? Tosh bilan qiladi. Ushshaq toshlar, kichik taşlar bilan istinjo qiladi. Ya'ni shu orqali cho'ng tahoratning izini, ta'sirini yo'qotadigan gap. Kichik tahoratnimi yo'q degan gap. Shuni suykab, shu orqali pokiziladi. Bunday qilsa, fal yutir taq qilsin. Ya taşni taq qilsin. Buning qumi yanida yoki taşni taq qilmasimi, pokizlikni taq qilsin. 3, 5, 7 degandek. Sizlarning biringlar uyqusidan uyg'ongan chaqida bu bir holat bo'ldi, oldingi holat. Ikkinchi bir holat uyqudan uyg'ongan chaqida
Mayli o qattiq uxlab qolsin, bosh uxlasin, kechida uxlasin, kunduzida uxlasin, uyqusini olgan chig'ida qo'lni tahorat oladigan suvga vudu tahorat bo'ladi. Vallahi vudu tahorat oladigan suv bo'ladi. Tahorat oladigan suvga tiqishdan burun yusun. Aldı bilan kelgancha. Ana bu burunqi zamonlarda suv qapaqda bo'ladi, yo dasda bo'ladi, yo tungda bo'ladi, yoki bir cho'ng kosangda bo'ladi. Ammo bugun u suv turbadan chiqqandan keyin yana u vaqtda yuvish kerak. A vaqtda qo'lni tiqib suvni oladigan gap. Onun uchun qo'lni tiqishdan burun qo'lni yusin. Sizlarning biringlar qo'lining nadi qo'nganligini bilmaydi ya. İllet fe inna. Bu yerdeki illet inna. Sebebi demekçi. Sizlerden birini kolunun nerede yatkanlığını bilmeydi. Keçilikte kol nemiş kıldı, nalini tuttu, nalini silidi, nalini mucidi, nalini tıktı bunu okulamaydı. El-ma'na l'am. Umumi manisi. Veya kalab bakılı. A'la derecatin nezafe ve esma meratibit tahara en netlube minen nazib أن يزداد نظافة وأن نكلف احتياطا برفع ما يتوهم من وسخ وأن نطلب المبالغة في غسل ما لا يهتم بغسله كجيوب الأنف والمبالغة في استبراء النجاسة ولو مع تحقق إزالتها. Pakizlikning yuqori tarifi, derecat degan derecesi, peştak degan ma'noda yuqori tarifi, tahoratning oliy martabasi biz pokiz odamlardan anbastariya talab minan nazib demakchi, pokiz kishilardan texmu pokizlik qilishni talab qilishimiz, ehtiyot uchun kirlash deb oylangan, guman kılıngan yerlini, nesilini kötürüp ötüşka teklif kılışımız, yuyuşka ehmiyet vermeydiğen caylini, yuyuşka köngül bölüşünü talep kılışımız, bu pakizliğinin yukarı derecesi. Mesela, kecuyubul enfi, cayib diyen yakıdayımız, burunun içi taraflarına okşaş. Nicasetni, meynetni tazalaş, paklaşta alahide ehmiyet beriş. Gerçi onun yok boğallıqla işkence kılgandı mı? Hem de tügüdü, yok kaldı degendi mi? Yeni mi bir alahide ehmiyet beriş. Şuna bu pakizlikte kelgende bek ziyade pakizlik kılıvasa bu israfın katarı kiymeydi buradan. İsraf emez, artık pakizlik kılıvatkallar. Haza ma yermi ileyhil hadisu şerif. Bu ulug' hadis şerif işaret kılgan, yermi degen atkan degen ma'noda ulug' hadis şerif işaret kılgan narsadir. Fahuve ya'muru en yudkhilal mutavaddi'ul ma'a fi anfihi ve hayashimi sümme yedfa'uhu minel anfi ilal kharici liyahruca ma'al ma'i ma yahtamilu vücuduhu min munhaniyatil anfi. Bu hadis tahorat olg'uvchi kishiga suni bunuga anib degan buni, hayoshim degan bunining to'rt tarafi shu yerga suni kirgizishga, u suni burundan sirtqa qattiq yedfa degan bism bilan chiqarishga, u su bilan buluş ihtimalligi bor burunning agir bugur taraflarida buluş ihtimalligi bor narsaning chiqib ketish uchun chiqarishga buyurdi. Ve ya'murul mustajmira bil ahjar al munaqqi biha baqaya al bawl aw al ghaid an yaj'al al hijarata watran. Taş bilan istinjo qilgan, taş bilan suyduq yoki cho'ng tahoratning qoldiqlarini, chalalarını tozalamoqchi bo'lgan kishini toshni taq ishlatishga buyurdi.
agar urun ishki tash bilan paklansa, u kishi 3-chisini qo'shsa, 4 bilan paklansa, 5 ni qo'shsa, 5-chisini, 6 bilan paklansa, 7-chisini qo'shsa, 7 bilan paklansa, 8-chisini qo'shsa, qo'shidi. Ya'ni qo'shsa bo'ladi. Ya'ni ortiqroq qilib olsa bo'ladi. ويأمر المسلم إذا استيقظ من نومه ألا يدخل يده في إناء أو في إناء فيه سائل حتى يغسلها 3 مرات خل نومه أو كسورا فخر فراشه أو هقرا غسل يده قبل أن ينام أو لم يغسلها فإنه لا يدري إلى أين تحركت يده أثناء نومه وإلى أي المستقذرات تعرضت. Müslüman hadis, Müslüman kişini uykusundan uyg'ongan chag'ida qo'lni qachidagi suvga fi ina'in degan qachidagi suvga tiqmaslikqa yoki uningda suyuqlik bor qachiga o qo'lni 3 qitim yuvgan qadar tiqmaslikqa buyurdi. Az uxlasin ya ko'p uxlasin, ko'rpilari isil bo'lsin yoki oddiy bo'lsin. Qo'lni uxlashdan burun yuvgan bo'lsin yo uni yumgan bo'lsin, yuvishga tiqmaslikqa buyurdi. Mana o kishi uxlagan kishi qo'lining uxlash jarayonlarida nega harakat qilganligini uqmaydi, qaysi